Assalomu alaykum, China Motors kanalining obunachilari, kuzatuvchilari va muxlislari, barchangizni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun sizlarga bir texnika ko'rsatmoqchiman. Ushbu texnika 2021-yilda ishlab chiqarilgan va eng asosiysi hozir issiq kunlarda kerakli bo'ladigan texnikalardan biri hisoblanadi. Qani videomizni boshlashdan oldin ekranlarga yaqinroq joylashib olamiz va videomizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, hammamiz bilamiz, Xitoy o'zining ishonchli avtomobillarini ishlab chiqaradi. Hova bulardan biri. Hammamiz bilamiz, ko'pchilikni ko'nglidan joy olgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Demak, ushbu Hova Sinotrukda qanday motor o'rnatilgan? Bunda Euro 5 motor o'rnatilgan. Dizelda harakatlanadi, ya'ni solyarkada yuradi va ot kuchiga keladigan bo'lsak, 160 ot kuchini o'z ichida jamlagan. Endi shassiga ahamiyat beramiz. Shassimiz 4-2 shassida, ya'ni orqa yakka moslik hisoblanadi. 4 ballon o'rnatilgan. Ballonlarimiz Double Coin kompaniyasidan o'rnatilgan va 900 R20 ballonlari qo'yilgan. Endi bakimizga ahamiyat beramiz. Bak 160 talik hisoblanadi. Orqa risor, oldi ham risor va eng asosiysi kuzov bilan shassini orasida maxsus o'sha paytda уже rezinka o'rnatish boshlangan. Bu albatta mashinaning yengil harakatlanishi uchun qilingan. Ushbu refimiz 32 kubaga teng, uzunligiga keladigan bo'lsak 5,5 metr, eni 240 va balandligi 2,40 metr ga teng. Va eng asosiysi mahsulotingizda bemalol -16 gradusgacha muzlatib berishga qodir. Nima dedingiz, zo'ra? Bizning yana bir qulayliklari tomoni, bu yon tomonda ham eshigi mavjud. Bemalol bu tomonda ham o'zingizga kerakli bo'ladigan ixchamgina yuklarni sig'dirib yoki olishingiz mumkin. Va eng asosiysi saloni. Salonimiz hammamiz bilamiz, bu bitta yotoqli bo'ladi va ikkita o'rindiqli. Qo'shimchasiga yana bitta o'rindiq mavjud, bar bo'ladi hamda qo'shimchasiga yana bitta o'rindiq joyi tariqasida ishlatsangiz ham bo'ladi. Barcha qulayliklari bilan albatta. Hurmatli obunachilarimiz, agar sizga ushbu ref ma'qul kelgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Pastda raqamlar qoldiramiz. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda esa bu refimizning narxi $50,000 turadi. Bu yakuniy narxi emas albatta. Kelib mashinani ko'ring va narxini mashinani ustida albatta gaplashamiz. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like hamda podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Va hozir siz bilan xayr va keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.